yana yengisi. Qaranglar, mana buni. Yana yangi model ochyapman. Bukovkalar mana shunaqa holatda bo'ladi. Katta korobkaning ichida ikkita korobka bo'ladi. Hadiyalarga ham zo'r narsa. Bizani kuzatib turinglar, do'konlarimizga vaqt topib kelinglar. Vobshe mana shunaqa zo'r doddalardan qilib beraman. Yashil rangdagi servislarni yaxshi ko'radigan klientlarimizni original postuga to'g'ri kelaverasizlar. Mana buni qaranglar. Wow, vobshe dahshat. Tegidagi katta tarelkasidan 6 ta bo'ladi. Mana bu ustidagi servirovочный tarelkasidan 6 ta kombinatsiya ko'rinishi. Qaranglar. Bu modelimiz yoqqan bo'lsa, videoni shu joyda bitta like bosib qo'yaverasiz. Saxnitsasidan bitta, молочницasidan bitta. Keyingi predmeti chuqur salatnitsasi naborida 2 ta bo'ladi. Живой gullarni solib qo'yishingiz uchun gul vazasidan bitta. Narxidan ham sifati baland bo'lgan bu servisimizga o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Tillalari sifatli qilib berilgan. Chashka blutsasini ham ko'rib o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Issiqqina qilib kofelarni damlab ichaverasizlar. 6 ta chashkasidan, 6 ta blutsasidan bo'ladi. Premium klass servislarimizning assortimentini ko'rmoqchi bo'lsanglar, original posudani shahar filialiga kelaverasizlar. Kosasidan naborda 6 ta. Yashil rangdagi neobычный choynagidan 2 ta. Servisimizning ko'rib turganingizdek keyingi predmeti pilasi, bundan ham naborda 6 ta.